Aka Muhammed aka qandaysiz? Ishlar yaxshimi? Yaxshi, Xudoga shukr. So'rovlar muborak aka. Qanday bo'ldi? Ikki nominatsiyada birinchi mesda, uchinchi mesdani olibdi. Bu nima berib boqqansiz aka buni? Abisneylekim. Niyasi qanday, sizga qanday bo'lib ketib qolgan bu? Bu Landiras degan qo'chqar bor edi, hozir tirikmi bilmayman. Shuni nevarasi bu. Ramiz Jumaboyevdan chiqqan. Ramiz Jumaboyev. Otasi, buni otasi. Mashallah. Landirasi nevarasi. Alloh berekasini bersin. Buni sotasiz, sotmaysiz? To'lalyapmiz, o bog'dari turadi. Mashallah. Baldardan sotasiz, xudo xolasa. Ikkinchi mesdan oldi bolasi. Mashallah. 1 metrga ikkinchi mesdan oldi bolasi. Mashallah. Muhammed aka sizdan bir o'zim so'ylab qo'ying. Hozir Xudoga shukr, mana Noqat jamoatidagi balki Noqat Sila degandek bo'ldi. Allohga shukr, bunday birinchi, ikkinchi mesalarda olib suyunib o'tamiz. Hozir absolyutdandagi, g'o'zitishdan 2 tish, 4 tishdan Xudoga shukr bardiq kategoriyadan yaxshi mesalarda oldik-da, Xudoga shukr. O'zim mendan keyin mana jamoat ayoy suyunib o'tiramiz. Bizga qiyla motivatsiya bo'ldi. Bundan narida Xudo xolasa yaxshi seleksiyalarni qilib, shunday выставкаларга mıqti qo'shqo'llarni, qo'ylarni, qo'zlarni chiqaramiz degan umiddamiz-da. Выставканы uyushtiruvchilar qanday denganda o'tkazdi o'shani? Выставкалар ama bugungi kunda uyushtiruvchilar ayoy cho'ng nemga qilishibdir, yaxshi shartlar bilan ayoy soni uyushtirib bergan. Ularning ishlariga egilib qolsin. Bundan sudyalardagi xolis, adaletli, taq aniqlab berishdi. Sudyalarga da jalb yo'q. Rahmat ularga da. Rahmat aka. Berekasini bersin, Noqat jamoati. Rahmat, Alloh berekasini bersin, ko'z tiyversin. Rahmat, bolasini ham tatib qo'y. Nima olib chiqqan? Mana chempionning qo'zisi. Klichkasi ne dedingiz? Noqat, ha? Klichka Noqat. Noqat. Ikkinchi mesdan oldi. Mashallah. 182,5 kilo. Ikkinchi. Bu sotiladi. Bularni o'zingiz tuxum qilasiz. Mashallah. Alloh berekasini bersin aka. Bu g'o'zitishdan 1 metr chiqdi-da. 1 metr. 1 metr chiqdi. O'ta son. Alloh berekasini bersin. Juqsin buloq kerak. Aka, qutlug' bo'lsin. Rahmat. Xo'p aka, bizga da nasib qilsin.